Ma'lumotlarga qaraganda, Surxon vohasining Muzrabot tumanida o'tgan 2024-yilda 13,9 million AQSh dollari miqdorida qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport qilingan. 50 million AQSh dollaridan ortiq xorijiy investitsiya va kreditlar o'zlashtirilgan. Tumanning Oriyat mahallasida rossiyalik investorlar bilan hamkorlikdagi qo'shma korxona tomonidan 200 gektar maydonda noyob iste'moldagi ko'katlar yetishtirilmoqda. Umumiy qiymati 35 million dollar bo'lgan ushbu korxonada yiliga 1500 tonna eksportbop mahsulotlar tayyorlanmoqda. Hozirda issiqxona va ochiq sharoitda rayhon, shivit, rukola, shavil, yalpiz, rozmarin, mangol, limonik va timyan kabi noyob ko'katlar parvarishlanmoqda. Chet elliklar bilan hamkorlikda Bles SSR MChJ tomonidan Rossiyaning Leto kompaniyasi bilan hamkorlikda zamonaviy agrologistika markazi va issiqxonalar tashkil etish bo'yicha loyiha amalga oshirilmoqda. Har xil turdagi ko'kat mahsulotlarini yetishtirish, qadoqlash bilan shug'ullanadi. Bir yillik eksport hajmi 5 million dollar hisoblanadi. Bugungi kunda agrologistika markazi qurilgan, qishloq xo'jaligi texnikalari olib kelingan, 350 ta ish o'rni tashkil etilgan. Loyiha 2026-yilda to'liq ishga tushganda 1,5 ming tonna ko'kat mahsulotlari, har xil turdagi ko'kat mahsulotlari va 7 million dollarlik eksport hajmi amalga oshiriladi. 10 xil turdagi ko'kat mahsulotlari bugungi kunda Rossiya davlatiga eksporti amalga oshirilyapti. 2023-yil loyiha boshlangan, 2026-yil to'liq ishga tushadi. Bugungi kunda 50 gektar issiqxonasi mavjud, yana qo'shimcha yangi issiqxonalar, yana 50 gektar issiqxona qurilib, qo'shimcha 50 ta yangi ish o'rni yaratiladi to'liq ishga tushirilgandan keyin. Loyiha to'liq 100% tomchilatib sug'orish va yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi asosida foydalanib kelmoqda. Joriy yilning yanvar-mart oylarida korxona tomonidan 800 ming dollarlik qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti amalga oshirildi. Shuningdek, korxona tomonidan agrologistika markazi ham tashkil etilgan bo'lib, qishloq xo'jaligi mahsulotlari shu yerning o'zidan Rossiya davlatiga eksport qilinyapti. Aytish kerak, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksport hajmi va geografiyasi yildan-yilga ortib borishi mamlakatimiz iqtisodiyoti barqarorligiga xizmat qiladi. Qolaversa, aholi daromadlari oshishi, yangi ish o'rinlari yaratilishi, tadbirkorlar, dehqon va fermer xo'jaliklarining imkoniyatlari kengayishiga zamin yaratadi.